Endi fuzaryozni, ya'ni bu sistemada, bu yer emas, mana shu gidroponika matni yetishtirishda birinchi qilinadigan, ya'ni fuzaryoz keltirib chiqaradigan xatoliklarda, ya'ni bu noto'g'ri sug'orish hisoblanadi. Birinchisi bu, ikkinchisi matni isini ko'tarib ketganligi. Shu ikkalasidan chiriydi. Endi to'g'ri, yana bir sababi bor, sovuq suv berib qo'yishi mumkin. Endi u agronom o'zining xatosi bo'ladi. Ya'ni tekshirib tursa, ya'ni noto'g'ri sug'orib qo'yishi mumkin, matni isi ko'tarib ketib qolishi mumkin. Bu haligi tabiiy holat bo'lgan narsalarda. Endi sug'or suvni kontrol qilgan holatdagi, ya'ni mana shu ikki narsani kelib chiqadi endi. Gradus kontrol qilsa. Asosiy ikkita sabab. To'g'ri sug'orish va matni isini kontroli. Endi fuzaryoz tushganligini o'zi qachon tushadi? Bu savol. Mana shu oktyabr o'tdi, mana avgust ekdingiz, oktyabr, sentyabr, dekabr keldi. Dekabr boshlarida ob-havo 10 kun bulut ko'rsatyapti. O'sha 10 kun bulutli kunlardagi sug'orish to'g'ri yondashishi kerak. O'sha bulutli kun kelganda chiri. Agar quyosh chiqib turgan holatda sug'orish adashadigan bo'lsa, uncha chirmaydi. Ko'p suv bergan taqdirda ham. Lekin bulut kun bo'ldi, quyosh chiqmadi, o'simlik quyosh ko'rmadi, transkripsiya kamayib ketdi, suv bug'latish yuzida. Ildiz sirasi chirishga o'tadi. Noto'g'ri sug'organ payti.